Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Do'stlar, xo'sh, bugun juda ham bir qiziq videoni va foydali videoni olyapman. Bugun sizlarga juda ham foydali bo'lgan videoni olaman. Bugun anavi qilamiz. Forma va logotipni qanday qo'yishni o'rgatamiz. Mana bunday forma va logoni qanday qo'yishni o'rgatamiz. Xo'sh, buni qo'yishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing, unda videoni boshlaymiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib mana bu yerni bosamiz. Mana bu delete degan joyda ana u turgan bo'ladi. Bularni formaniki 300 ta olmos bo'ladi. Vobshe qimmat, lekin endi istasangiz ochasiz, bo'lmasa o'zingiz bilasiz. Xohishga qarab 300 ta olmosni bosasiz va ochiladi. Mana hozir qilib ko'rsataman. Mana bunday bosasiz. Mana bunaqa joy ochiladi. Keyin bunda ham shunaqa bo'ladi, logoda ham. Mana bu yerni bosasiz. Shunaqa joyi bo'ladi. 200 ta olmosmi bo'ladi-da. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqa joyda 300 ta olmos qo'ygan bo'ladi. Bunikida 150 ekan. Xo'p, keyin nima qilamiz? Google ga kiramiz. Yozamiz DLS 26 Kids. Xohlagan klubni yozamiz. Masalan, men Real Madridnikini yozdim. Bu yerdan hozir eng sifatlisi bu yerda ham qulay ham tez qo'yiladigani Game DLS deb yozamiz. Ana bu chiqadi. Game DLSni bosamiz va kiramiz. Mana bu yerda formalar bor. Xo'p, mana logo ham bor. Har xil logolar ham bor. Bizga hozir forma kerak. Mening eski forma edi. Xullas, mana shu yerdan olasiz. Mana bu yerdan copy qilib olinadi. Ana bu copy degan joyni bosamiz va chiqib ketamiz. DLSga kiramiz. Keyin boyagi joyga o'tamiz. Mana bu yerga o'tamiz va ana shuna joyda ko'pchilik adashadi. Bosib tursak, pastday degan joy chiqadi. Ana shunday bosamiz bo'ldi. Keyin bu yoqni bosib olamiz, bo'ldi. Tamom. Bu yerda ham xuddi shunday. Bosamiz, bo'ldi. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham zo'r videolar albatta chiqadi.